Bu rasmdagi bola bitta oilani boqadigan, bitta oilani bemalol eplaydigan, zabardast, baquvvat, ko'rinishi ham juda ham chiroyli bola, to'g'rimi? Bitta qiz bemalol turmush qurib, sevib, ardoqlasa bo'ladi. Lekin buni bitta ko'ringlar-da. Assalomu alaykum, barchaga yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Tong otdi. Tabriklayman qizlar. Yana bittaga ko'payibmiz. Bolalar, bittaga kamayibsizlar. Qayerga qarayapsizlar? Yo'q, men tushunmayapman-da. Erkak kishi o'zi Alloh tomonidan erkak bo'lib tug'ilgani bu eng katta yutug'i-da. Nimaga o'zini ayol kishi qilishadi? Ayol kishi bo'lish shunchalik zo'r narsami? Misol uchun men ayol kishiman. Lekin erkak kishining o'zini o'rni bor, ayol kishining o'zini o'rni bor. Bu erkak kishi-ku qanday o'ziga ep ko'radi? Misol uchun, ko'chada yurishi bor, tanish bilishi bor, ota-onasini ko'chada yurishi bor. Erkaklarga nima bo'lyapti? Ya'ni erkaklar deganda o'pshi aytmayapman, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi erkaklar, ya'ni shunaqa o'zini ayol sifat qilib ko'rsatayotgan ba'zi bir, endi bularda erkak ham deb bo'lmaydi, endi hurmat yuzasidan erkak deyapman, nima bo'lsa ham endi erkak.